Sokin tun, bedor palla, Osuda tun. Cheksiz xayollar og'ushidagi zamondosh. Bu oniy lahzalarda adabiy manzillarga sayr etsak. barmog'im o'padi chiroq tugmasin. Zulmat yiqiladi xonamga shu on. Mening g'aflat tunda bedorligimga ochiq derazadan oy boqar hayron. Bedorlik, osuda tun. Qadrli adabiyot muxlislari, dasturlarimizni Bedorlik turkumidan berilayotgan adabiy eshitish bilan davom ettiramiz. To'ra Sulaymon tavalludining 90 yilligi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymon tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan adabiy badiiy tadbir bo'lib o'tdi. Jurnalist Zulayho Ahmadjonova bilan hamkorligida tayyorlangan lavhamiz shu haqda. Bugungi kunda Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanidagi O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymon istiqomat etgan hovli joyda ijodkorning uy-muzeyi barpo etilgani adabiyot muxlislarini juda quvontirmoqda. Shu kunlarda mamlakatimizning barcha go'shalarida O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymon tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan adabiy anjumanlari bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida bo'lib o'tgan anjumanda taniqli shoirlar, yozuvchilar, adabiyotshunos olimlar xalqimizning ardoqli farzandi, betakror ijodkor To'ra Sulaymonning hayot va ijod yo'llari, uning she'riyati haqida so'z yuritdi. Ma'lumki, To'ra Sulaymon nomini abadiylashtirish, ijodini o'rganish va keng targ'ib qilish yuzasidan yurtimizda keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Xususan, To'ra Sulaymonning 90 yilligiga bag'ishlab Sirdaryo viloyatida ma'naviy, ma'rifiy, adabiy badiiy kechalar, ijodiy uchrashuvlar va davra suhbatlari bo'lib o'tdi. Sirdaryoda shoirning uy-muzeyi ochildi. Hozir ushbu tadbirdan yozib olingan ovozli yozuvimizning birinchi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Eslatib o'tamiz, tadbirni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Minhojiddin Mirzo olib bordi. Davomini keyingi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Barchangizni ulug' shoirimiz, O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymonning tavalludiga bag'ishlab o'tkazilayotgan juda katta adabiyot bayrami bilan men O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said nomidan butun uyushmamizni a'zolari nomidan chin ko'ngildan tabriklashimga ijozat bergaysiz. Alohida asosiy tadbirni boshlashdan oldin Sirdaryodan, Jizzaxdan ataylab mana ulug' shoirimizni qadrlab kelgan ustozlarimizni, mehmonlarimizni alohida bir qutlamoqchiman. Ravshan aka Mahmudov, Norniso Qosimova, Aliqul Xonimqulov, Munavvar Pardayev, Hasan Abduvohidov, Nazokat Otaqulova, To'xtamish Boqiy, Muhammad Ali Ahmad, Suyun Namoz, Hakim Abdulloh, Husniddin Hayit, Baxtiyor Vatan, Alisher Nur, Davron Jabbor, Abdurahim Sultonov, Hayot Shodmon, Farhod Dormatov va boshqa men bu yerda nomlarini agar tilga olishga bir ulgurmagan bo'lsam, ulardan uzr so'ragan holda barchalarini alohida bir xush kelibsiz demoqchiman. Bugun adabiyotimizga bo'layotgan e'tibor, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni ijod ahlini qadrlashga berayotgan e'tibori, adabiyotga butun umr qalbi, ruhi bilan, so'zi bilan xizmat qilib kelgan ijodkorlarni xotiralarini abadiylashtirishga bo'layotgan e'tiborlarini alohida bir diqqatingizni qaratmoqchiman. Xabaringiz bor, o'tgan yili muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatida bo'lgan bir katta bir anjumanda shunday so'zlarni aytgandilar. O'zbekiston xalq shoiri
To'ra Sulaymon Sirdaryoning fidoyi farzandi, haqiqiy kuychisi edi. Va faqat Sirdaryoda, balki butun mamlakatimizda bu ajoyib insonning nomini eshitmagan odam, uning dilbar she'rlari va qo'shiqlari kirib bormagan xonadon yo'q desak ayni haqiqat bo'ladi. Bu ulkan ijodkorning adabiy merosini chuqur o'rganish, yosh avlodimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ma'naviy olamini yuksaltirish uchun Mirzobod tumanidagi To'ra Sulaymon yashab ijod qilgan xonadonda shoirning uy muzeyini tashkil qilsak, el yurtimiz adabiy jamoatchiligimiz bu taklifni qo'llab quvvatlashiga ishonaman degan so'zlarni aytgan. Bir necha kun muqaddam mana shu xayrli bir tashabbusni ijobatini hammamiz ishtirokchisi bo'ldik. To'ra Sulaymon yashab ijod qilgan uyda shoirni juda ham bir ajoyib uy muzeyi tashkil qilinib, qancha nodir ashyolar yig'ilganligiga, bu yerda shoirni juda go'zal, betakror bir siymosi aks etgan haykalini bir ochilishida va Daryo viloyati musiqali drama teatrida shoir ijodiga bag'ishlangan juda ham bir go'zal bir anjumanni o'tkazib kelgandik. 1-2 yil burun agar O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi To'ra Sulaymonni mana bunday bir muhtasham ijodini eng saralaridan jamuljam bo'lgan agar saylanma kitobini nashr qilgan bo'lsalar, mana bu yilgi to'yga To'ra Sulaymon zamondoshlar xotirasida degan mana bu ajoyib kitob mana nashrdan chiqdiki, juda ko'p suhbatlarini olganman va bundan baxtiyorman. Mana Andijondagi ustozim Olimjon Xoldor bilan To'ra Sulaymon nihoyatda qadrdon edilar. Bular ikkisi ham Mirtemir domlani eng yaqin bir shogirdlari edilar. Ana shu ma'noda To'ra Sulaymonni o'ziga xos so'zlari, hatto o'sha jilmayishidan tortib Olimjon aka to'g'risidagi payrovlari hammalari meni qulog'imni ostida bir jaranglab turgandek bo'ladi. Albatta har qanday adabiyot, har qanday she'riyat birinchi navbatda o'sha xalqqa mansub bo'lgan eng go'zal qadriyatlardan, an'analardan, dostonlardan, go'zal o'lan va aytimlardan quvvat oladi, ruh oladi. Ana shu nuqtai nazardan To'ra Sulaymonni she'rlarini o'qigan paytda shoir she'rlari bilan qalbimizga, butun vujudimizga o'sha milliy ruh, betakror tilimizni jozibalari, qalb harorati jonimizga, qonimizga, butun vujudimizga bir quyilib keladi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Va bu satrlarda biz o'sha ulug' ajdodlarimizni boqiy nafaslarini, haroratlarini, qalb qo'rilarini ham bir tuyamiz desam, menimcha ayni haqiqat bo'ladi. Va bu asarlarda o'sha boqiy dostonlarimizni ruhi yangi bir poetik kashfiyotlar bilan, rangorang so'zning bir ma'nolari bilan tovlanishlariga qarab insonda bir hayratiga hayrat qo'shiladi. Bu xalqona bir she'riyat, matn va shakl, ruh va ohang, harorat va nafosat uyg'otuvchi da'vatlari bilan, o'ziga xos ichki isyonlari bilan qanchalar ko'ngilga yaqin ekanligini biz nafaqat To'ra Sulaymonni she'rlari orqali, esselari orqali, dostonlari orqali allaqachon xalqning ma'naviy mulkiga bo'lganda ham u hamisha tashnalik bilan quloq soladigan, tinglaydigan o'lmas bir qo'shiqlarga aylanib ketganligini va bu qo'shiqlarda shoirni dardi ham, iztirobi ham, quvonchi ham, sevgisi ham, shodligi ham, isyoni ham, butun qalbiga xos kechilmalar hammasi juda ham bir go'zal bir holda va ayniqsa shoirni bir hech kimnikiga o'xshamagan Go'ro'g'li sulton bir yon, To'ra Sulaymon bir yon degan satrlarda shoirga xos ichki bir erkaliklarni ham odam bir tuyganingda bir xalqona qilib aytganda bir maza qilib yuborganingni o'zing ham bir yurakdan bir his qilasan.
Shuning uchun To'rakam bir umr o'sha o'zini ko'ngliga, o'zini vijdoniga, o'zini iymoniga, butun ichki qalbi, yuragi shivirlab turgan shivirlarga sodiq yashaganligini hamma ustozlarimiz dedik hamisha bir takrorlab keladilar. O'zligidan biroz chekinganlarni o'zligiga qaytaradigan, ularni qulog'iga qaysi millatga, qaysi xalqqa, qaysi vatanga mansubligini mashhur O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev aytgan, bolalikdan yuraklarimizga o'rnashgan o'sha bahor ketma mening bog'imdan degan satrlar mohiyatida men To'rakani o'sha abadiyatga dedik o'sha ishoralarini bir bilgandek bo'laman, chunki To'rakani yangi bir bahori boshlanayotganligini va bu bahor To'ra Sulaymon bilan hamisha bir baravar qancha dillarga iliqlik va uyg'onish nafaslarini olib kirishini men alohida bir ta'kidlamoqchiman. Bu kun qay bir yerda qish, qayda xazon rezgilik, qaylarda yoz, qayda kuz, qayda jondan bezgilik, ko'klamning har nafasi umrga arzigilik, bog'siz bog'bonsiz yerda ne ham qilsin ezgulik, ketma bahor mening bog'imdan, giyoh bilan qoplanmish ko'hna qabr boshlari, maysadagi shudringlar kimlarning ko'z yoshlari, bu yerda yotar otam ham uzangi doshlari, har bahor eslar uni qavm va qarindoshlari, bahor ketma mening bog'imdan. Va bu bugun bizni To'ra Sulaymonga bo'lgan e'zozlarimiz, muhabbatimiz, mehrimiz, betakror xotiralarimiz, intizorligimiz, chanqoqligimiz bu she'riyatga o'sha bahor ko'rinishida qaytayotgan bo'lsa ajab emas. Men ulug' ustozimizni aynan mana shu muborak kunda Alloh rahmat qilsin deymiz. Bugun har birimizni ezgu so'zlarimizdan taraladigan hikmatnoma so'zlar, duolarimiz bu kishini bir boshiga bir soyabon bo'lishlarini, chin dildan oxiratlari obod bo'lishlarini istab, men bugungi tadbirimizni boshlab berishlari uchun men davraga O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Alini taklif qilmoqchiman. Agar ruxsat bersangiz, Muhammad Ali akam so'zidan oldin men mana shu O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini hurmatini, e'zozini bir ramzi sifatida shoirni qizlari Zarif opa, Yulduz opalarga hamda shoirni farzandlariga bir kichik bir sovg'alarini bir topshirishim. O'ylab qolaman-da, masalan, shoirlar yashaydi, o'tadilar. 5 yil, 10 yil, 20 yil, qadar yili farq bo'lmay qoladi. Masalan, To'ra Sulaymon bilan Alisher Navoiy bizlarga o'tmishdagi shoirlar tuyuladi. Chunki o'sha shoir bizning yuragimizdagi dardimizni o'sha she'rlarida aytganligi uchun u bizga kerak. To'ra Sulaymon ana shunday ajoyib shoir edi. Uning yuragidan oqqan she'rlar juda sodda. Shuning uchun qo'shiq bo'lib ketadi. O'zidan o'zi, she'rning o'zidayoq musiqasi yaraladi. Shuning uchun hofizlarga juda oson ularni she'r qilish. Shu sababdan juda ko'p she'rlari qo'shiq bo'lib ketgan. O'sha To'ra Sulaymon biryon deb juda mashhur edi. Tojikistondagilar ham ko'p aytganlarini eshitganman. Bu To'ra aka nihoyatda bir mehnatkash, ajoyib inson edi. Bizlar nashriyotda ishlagan vaqtim Erkin Vohidov bo'limni boshlig'i edi, Abdulla Oripov, men, yana To'lqin degan shoirimiz, biz poeziya bo'limini ishlaymiz. Shunda shoirlarimiz keladi, ko'p suhbatlashamiz. To'ra akam kelib qoladilar. Yangi kitoblarni olib, keyin nevada suhbat bo'ladi. Bir ajoyib yangi she'rlar bo'ladi. Keyin she'rlarni o'qiganimizda ham biz muharrirlar qayta o'qib, yonma-yon o'tirganimizdan keyin bir ajoyib satr yoki bir shunaqa obraz chiqib qolsa, buni qarang, shoir mana bundoq deb turib o'qib beramiz bir-birimizga. Mana shunaqa ajoyib bir bizga ko'p haligi xursandchiliklar o'zining she'riyati bilan bizga shularni hadya qilgan ajoyib shoir edi. Uni Jahongashta degan bir epik asari ham bor edi. Ko'p harakatchan edi, lekin juda kamtarin odam edi.
hech o'zi haqida haligi gapirmaydigan yoki biron narsani talab qilmaydigan shoir qo'ldan kelganini oladi, yozib, chizib qo'yadi. O'qigan odamlar o'qiydi, lekin hurmati kelaveradi. Bizda viloyatlarda qarasam buni hozir to'raka munosabati bilan ularni ham eslab qo'ysak zo'r bo'ladi. Masalan, Namanganda Habib Sadullo degan ajoyib shoirimiz edi. Andijonda To'lam Nizom degan ajoyib shoirimiz, Farg'onada Oxirjon Hakimov degan ajoyib shoirimiz, yoki Xorazmda Matnazar degan Abdulhakim degan shoirimiz, Termizda Shafoat degan shoirimiz, endi mana Sirdaryoda To'ra Sulaymon. Shuning uchun hozir mana muzey bo'lganligini ham eshitib juda xursand bo'ldim. Bu juda ham yaxshida, chunki bu muzeyda hamma ijodi, hamma she'r hammasi yig'iladi bu yerda. Bemor borib turib, xuddi kino ko'rgandek qilib tasavvurga ega bo'lamiz. To'rakam bilan ko'p safarlarda bo'lganmiz. To'rakam bilan Mirtemir domla juda yaqin edilar. Qadrdon, ustoz shogird haqiqatdan. Endi Mirtemir domlani ko'plar bilasizlar, bizlar ko'p marta shu kitoblarni o'qib, muharrir bo'lib, yozib, chizib, borib, ko'rib, mana shunday bir ajoyib bir insoniyatdan kishi. Yana esimga tushdiki, 64-yilda O'zbek adabiyoti kunlari bo'lib qoldi. Endi Mirtemir domlani ham eslaylik ustozni. O'sha men studentman adabiyot institutida, keyin aytishdiki, bizga yozuvchilar keladi, ularni kutib olish kerak. Albatta, keyin Qozon vokzalida biz ularni kutib oldik. Domlani kuzatish menga tushdi. Aytim domla bilan ikkimiz o'tirdik. 10 ta taksi qo'yilgan, hamma ulug'lar, adiblar shu yerda bor. Keyin domla bilan o'tirdik, bir chemodon. Bu chemodonni ko'tarsam, shu yelkam uzilib ketadi deyapti-da. Shu qadar og'irdi. Nima bu ekan deb qiziqib qoldim. Buni ishda nima bor ekanki, shunda domlaga olib keldilar deb. Keyin biz bir taksiga chiqdik, chemodonimiz yoqqa sig'may qoldi-da, ikkinchi mashinaga qo'yish kerak bo'ldi taksi. Nima, chemodonni. Shunda domlalar chemodon qani chemodon dedilar. Men aytdim, kelyapti. Qayerda? Ha, keyingi mashinada. Endi mashinalar ancha yurib qo'ygan. Yo, to'xtating mashinani. Nimaga? Chemodonni olish kerak, bu yoqqa qo'yish kerak bu mashinaga. Endi ko'p hollarda yo'qolib netib qolgan hollar bo'ladi-da. Shuning uchun odamning chori yonida tursin deganga o'xshab to'xtab, undan chemodonni olib unga qo'ydik. Ukraina mehmonxonasi bor, unda 3 burchak. Haliga keldik, joylashsak, shu yerda 4-qavatda faqat lift bilan chiqilar ekan. Bunda bilan joylab qo'ydik. Darrov pastga tushasizlar deyishgan. Pastga tushish uchun liftni kutib turibmiz. Shu payt eshik ochilishi bilan liftga chiqaylik desak, qaramay chiqib oldik. İchkarida kimni deng, G'afur G'ulom turibdilar-da. Lekin liftchi ayol bilan qandaydir ikkovlari so'zlashib turibdi, bir ko'rishib qandaydir. Dedik, kim domla turdilar, lift yuravermadi. Keyin domla deb bu yoqqa qaradi, G'afur akaga qaradi, G'afur aka aytdi, chiq dedi. Shunda G'afur aka bizni chiqarib yubordilar, qaytarib. Endi bu yoqqa turibmiz, domla aytadilarki, biron yumushi bordir deb qo'yadi domlada. Shu bilan hazillashib qo'ydik. Endi chemodon masalasiga aytsam, chemodon ichi to'la qazi ekan. Ichi to'la qazi. Bu qazi haqida og'ir bo'ladi. Ya'ni o'sha yerdagi odamlarni, yozuvchilarni, boshqalarni bir mehmon qilish niyatida olingan shunaqa ajoyib mehmon do'st edi Mirtemir domla. Endi To'raka mana shu odam bilan juda qadrdon edi ular. Domla ham yaxshi ko'radi. To'raboy deb. Endi haqiqatda G'afur G'ulomdek masalan shoirlar bayda yozib qo'ydilar. To'ralarning to'rasida. Zulfiya opalar yozib qo'ydi. Asqat Muxtorlarning so'zlari bu yerda keltirilgan. Juda ko'p ijodkorlarimizning so'zlari keltirilgan. Hamma yig'ilib zo'r bo'ldi. Shavkat Miromonovning so'zlarini qarang bu yerda shoir haqida. Endi shoir haqiqatda xalqning yuragidan kuylaydigan odam. Uni gapiradigan tili shoir xalq o'zi ayta olmaydi. Buni shoir aytadi. Shuning uchun ham mana bugun bo'layotgan mana shu 90 yoshli yig'inlari Toshkentda bo'layotganligiga juda xursand bo'ldim. Juda ajoyib ish bo'ldi. Men hozir mana shu yozuvchilar uyushmamizning shunday bir ajoyib savobli ishlarni davom ettirish kerak yana. Chunki shoir xalqiga ishlashi kerak emas o'zi. Nima kerak? Xudo qaraganda mana shu yig'inam To'ra Sulaymon akamizga keragi yo'q hozir. Unda qanday kerak? U kishi joylari jannatda bo'lsin, albatta shubhamiz yo'q. Lekin bu bizni yoshlarga,
bizlarga kerak. Birinchidan agar shunday shoir bo'lsang, shunday mehnat qilsang, albatta seni xalq unutmaydi degan gap. Ikkinchidan yoshlarni tarbiyasida katta ahamiyati bor. Shuning uchun ham To'ra akamiz haqiqiy bir to'ra edi. Xalq hech qachon unutmaydi. Hozir Sirdaryoga boradigan odam albatta To'ra akani yo'qlab ko'rib ketadi. Ya'ni muzeyga boradi. Bu juda ham ko'nglimizdagidek ish bu. Lekin ko'p juda ajoyib hollar bor. Undan keyin shoir edi u kishi, lekin juda nozik tabiiy inson edilar-da To'ra aka. Safarlarda ham ayniqsa bilinadi. Lekin juda bir ajoyib davraga zavq beradigan ajoyib qiziq gaplar bo'lardi-yu, lekin o'zlari kulmasdilar. Men joylari jannatdan bo'lsin deyman To'ra akamizni. Ko'p kitoblarini chiqarganmiz, muharrir bo'lganman. Rahmatlarni ham eshitganman. Ba'zan tortishib ham qolganmiz. Aka bunday bo'lmaydi-ku, bunday deb. Bular hammasi do'stona hollar edi. To'ra Sulaymon mana Marsiya binomizda yursam To'ra Sulaymon portreti qo'yilgan. Har kuni biz mana shu ulug' shoirlarimizni eslab, yo'qlab turishimiz kerak. Mana radiolarda ashulalar yangrab turadi. Hech qachon so'nmaydi. Hamisha eslatib turiladi. Bu To'ra edi. Yana Sulaymon edi ya. Sulaymon payg'ambar. Bularning hammasi albatta bizning shoirimizga katta bir ko'l uchun bo'lib. Mana shunday kitob chiqishib, mana kitobni chiqargan do'stlarimizga Ravshanjon, endamlarga katta rahmat. Mana shuni zo'r ajoyib kitob bo'libdi. Men ko'rganda bo'ldim hali. Xuddi To'ra akaning ko'ngliga o'xshaydi. Shunaqa odam edi. Ko'ngli oq, birovga yomonlik tilamaydigan, mana shunga erishgan ajoyib akamiz. Joylari jannatdan bo'lsin. Yana bir karra To'ra akamning qarindosh urug'lari, muxlislarini chindan tabrik etaman. Ustoz katta rahmat. Bu yil chinakam bir ma'noda yilimiz adabiyot anjumanlari bilan, adabiyot bayramlari bilan boshlanib, yana katta bir bayramlar bilan mana davom etyapti. Biz mana yaqinda Hazrati Chustiyni katta to'ylarini nishonladik. Ulug' shoirimiz Husniddin Sharifni, Enaxon Siddiqovani, O'lmas Umarbekovni bu yerda qator ijodkorlarimizni mana ijodiy bir kechalari, ya'ni To'ra Sulaymon tug'ilganligini 90 yilligini nishonlab turibmiz. Xabaringiz bor, bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasini alohida mana farmoyishi chiqdi va shoirni to'yi nafaqat Sirdaryoda, Toshkentda, Jizzaxda, butun respublikamiz shaharlarida, qishloqlarida, ta'lim muassasalarida dedik davom etyapti. To'ra akam bir she'rida kamonga o'xshaydi ko'kning gardishi, yerda qolmas derlar ko'pning olqishi, murodga yetadi el suygan kishi, qo'shiq yaralgani yurak balqishi. Men o'ylayman, To'ra Sulaymonni biror bir she'ri o'sha yurak balqishidan o'zgacha emasda, ifodasi, ayoni, ko'rinishi, ko'zgusi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Yoki aynan insonni o'zligi bilan, o'sha boqiy dostonlari, qadriyatlari bilan insonni bir ehtiyojidek, uni nafasidek, uni tirikligi, hayotiga kuch-quvvat, tirikligiga bir baxsh etuvchi bir nur berib turishini To'ra akam shunday bir ifodalagan ekanlarda. Manzil qayda, gap qayda hali, aro yo'lda qolgulik qilma. Ota meros sozim turganda o'zga sozni chalgulik qilma. Termalarim bo'lanlarimsiz ismu jismim mangulik qilma. Hurmat bilan so'zni yana bir ustozimiz Jahon adabiyoti jurnalining bosh muharriri Ahmadjon Merboyevga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Hozir Minhojidil yaxshi ta'kidlab o'tdilar. Bu yerda har kuni shunday tadbirlar bo'ladi. Kitob taqdimoti, yubileylar, uchrashuvlar, mana endi chet ellardan ham kelishyapti. Hozir Qirg'izistondan qancha nimalar Zuhriddin kutib olgan mehmonlar har kuni shunday. Ammo men o'tirib hozir bir narsadan shunaqa to'lqinlandimki, hech mubolag'asiz
bitta shoiri orqasidan Sirdaryodan shuncha odam kelganini men boshqa hech holatda ko'rmadim. Bu xulosa shuki, orqangizda ham odam bo'lishi kerak ekan. Adab odam yuravermasi kerak ekanda, mana shunaqa paytda qarang endi bir shovaday bo'lib kelib shuncha o'tirishganni o'zi bu juda katta gap. Boshqa bironta gap aytmasa ham bo'ladi. Shu bilan tugatsa ham bo'ladi-da. Bu juda katta ne'mat deb tushundim. To'ra akani taniganim Adabiyot gazetasida ko'p maqolalarni berganmiz, lekin Tursunboy Adashboyev bilan ular birga o'qishgan. Tursunboy akamining kitobda To'ra Sulaymonning 12 maktubi degan maqolalar bor. O'zi asli maktublar 50-60 dan oshiq. Meni maqolamda ham ikkitasini keltirdim, lekin hozir mana bu sharofxo'rlik tugab ketdi. U davom etayotgan paytda ular qolganlarini ham aytsa bo'lardi, hozir aytib bo'lmaydiganlari ham bor endi. Shunaqa bir jaydari tilda yozilgan, hatto To'ra akani to'ylarida bizga yuborgan taklifnomalarning o'zi bitta asar. Tursunboy akamga menga yuboribdilar. Soat 9 da falon restoranda ziyofat, to'ymaganlarga falon kechqurun, endi bitta so'zni tushirib aytaman, tozalaridan bor begona bo'lmasin deb yozibdilar to'yga taklifnomada. Unaqa takliflar juda ham ko'p. Endi u kishi bir hali hozir Muhammad akam aytdilar, bir nima qilib yurardilar bunday qilib. Bir yigit bir maqola yozib, bir vaqtlar shunaqa bo'ldi, bitta to'n kiyib, to'n yengini tushirib olib, olifta bo'lib o'ynash. To'ra akam telefon qilyaptilar, bu qanaqa gap bu? Bu qayerdan chiqdi? Yoki bir to'y haqida maqola bersak, To'ra aka birinchi bo'lib shunga munosabat bildirib, to'yni o'zi tushunadimi bu odam o'zi deb shu maqolalar yozardilar endi. Mirtemir domlaning uylariga birga borganmiz. Tursunbek akam o'tiribdilar, To'ra aka o'tiribdi, men oxirroqda o'tiribman. Bir payt shu Mirtemir domla, men ko'p nimalarda aytganman. Bo'tam deb men Yosh 7-gazetasida ishlayman. Shu Tursunboy o'zbekmi, qirg'izmi deganlarda shu. Juda oladi-da, qirg'izchani deb endi ma'nosini tarjima qilgan paytlar. Ma'nosini qo'lyozmasini Qirg'izistonga yuborishgan, akademiya ko'rib chiqqan Chingiz Aytmatov hech qanday davom yo'q, abdan yaxshi qotorvon deb yozib yubordi. Mana shu so'zni yozib Chingiz Aytmatov deb bu nima xat Toshkentga yetib kelgan. Keyin o'sha yerda To'ra akam bir narsaga bir tashqariga chiqdilar-da, bular chiqqanlarida bular dedilar, ikkalasi aka-ukaga o'xshaydi. Bularni tili bir ajoyibda deb o'zlariga gapiryaptilar-da. Endi eng qizig'i mana endi yillar o'tib biz Mirtemir domlani ijodini o'rganganda To'ra aka bilan shunday bog'lanib ketgan sof turkiy so'zlar, iboralar, so'zlari berilishi, jumlani tuzilishi ozgina Turob To'rani ham ishlatadi. Turob aka ham shunaqa haligi ega kesimni almashtirib yozardilar. O'ziga xos uslubi bu ham. Endi To'ra akada juda xalqona, nihoyatda o'sha Sirdaryoning suviday bir haligi bir jilvalanib keladi. Buni boshqa bir biroda ko'rish mumkin emas. Endi o'sha yozganlari xalqning bir merosiligini o'zlari ham tushungan bo'lsalar kerak. Chunki bir kalendar she'rlar yozmaganlar. Biror munosabat bilan, hozir ham aytdilar, bu yerda hozir eshitdik. O'zi bir odamning ichidan kelish kerak. Shu ichidan qanday kelganda shunday tushsa, o'shandagina haligi yaxshi bo'ladi-da endi. Shuning uchun To'ra akaning xarakteri og'irroqdilar. Yoqtirmagan odam bilan so'rashmasdilar. Men endi buni o'ylab bir unaqa odamlar ko'p lekin odam ma'lum bir ma'noda prinsipga ham ega bo'lish kerak ekan-da masalan. Hamma bilan haligi apoq-chapoq bo'lib ketish iloji yo'q. Biz o'sha 70 yillikka borganmiz. O'sha yo'lni bo'yidagi choyxona ekan o'sha paytda, choyxonani oldidan bir katta ariqda suv oqib turar ekan. Biz ertaroq bordik, bu odam juda ko'payib ketdi endi, haddan tashqari. Ruscha aytganda ne upravlaymoq massa bo'lib ketdi endi. To'ra akalar kelishdi endi, so'rashganni iloji yo'qdi, hamma bilan unday uzoqdan nima qildilar. Men nariroqqa o'tsam, hali kichkina ariqda biroq cho'milyapti o'sha paytda endi. Kim ekan bu deyman? Bir qorni ko'rinadi, pastga tushadi, ko'rinadi. Juda g'alati bo'ldi-da. Endi yaqinlashib borsam, azim suyim cho'milayotgan ekan. Endi azim suyini ham To'ra Sulaymonning bittasida o'sha tog' shoiri hayqirib burgutlar deb yozadigan nimada endi. Birinchi bo'lib borib To'ra akamni valigi maqtab yonlarda turib charchab qolib issiqda cho'milayotgan ekan. Men hazil qildimda o'sha yerda bitta qog'ozga bu ariqlar va bu vasoylar ne sirlarni qilmagan azim sho'xliklarni shaharda qilib Sirdaryoda cho'malar azim deb yozib. Uni To'ra akamga o'qib berdim. Ye deb qoldilar. Endi
qaytib kelganimdan keyin gazetada endi chaman ichida bir gul degan maqolam chiqqan. Hozir ham bor menda, kitobga ham kiritdim. Endi men yozishim kerak. To'rakamni video maqolasini qaytarganmiz endi. Chunki o'sha mavzu chiqib ketdi. Shunda ozgina torlinib qoldilar bizda gazetada. Shu torlinib turgan paytlarda bordik, biz bilan so'rashmadilar. Unday qildilar. Tursunbek akam indamang. Qaytib kelgandan keyin aytdim, shuni maqolada qanaqa qilib aks ettirsam ekan. O'yladim-da, shunda yozdim, maqola to'la ketgan bu yerda. To'ra Sulaymonning tadbiriga odam shu qadar ko'p keldiki, To'raga hatto uzoqdan ko'rishga ham vaqt yetmay qoldi deb yozdim. Yozsam keyin telefon qilib, Ahmadjon, tuzlabsiz, ammo azim suyini mendan ham o'tkazib olasiz dedi. Shuna debcha xursand bo'lgandilar endi. Endi shunday bir odam yashab o'tdi. Shunaqa odamlar bo'ladi. Davriga intilmaydi, to'rga intilmaydi, bir haligi mansabga intilmaydi. O'zini yo'li, o'zini xarakteri o'shanga sodiq qoldi. Shuni ham o'ziga xos u kishidan ijod qoldi. Bu ijod endi bundan keyin ham shu jahon adabiyoti yana 1000 yil chiqib tursa, To'ra Sulaymonning she'rlari yana 1000 yil o'qiladi. Ahmadjonga katta rahmat. Bir narsadan hayratlanasan-da, shoir haqidagi xotiralar ham shoirni butun suratini, siyratini, qalbini, ruhini bir shunday aks ettirib turar ekan-da. Men hozir xotiralarni varaqlab ulgurgan sarlavhalarni qarang. Yozishga ulgurganlarim xotiralarni sarlavhalari. Yosh shoirning do'mburasi, she'riyatimizning to'rasi, kuylaguvchi misralar, siz daryoyi azimsiz, Mirzacho'lning akademik shoiri, men bilgan xalq shoiri, nom bir yon, nishon bir yon, Mirzacho'l kuychisi so'zlarini mana shu sarlavhalarni o'zi To'ragani bir ruhiyatini berib turibdi-da. Bu yerda ko'pchilikka mana hozir qayta bir e'tirof qilib o'tirdi. Qarang, 65-yil men 3 oylik paytimda yozilgan ekan. 3 oylik, chunki 24-oktyabrda yozilgan ekan. G'ofur G'ulomni To'rakaga yozgan so'zlari. To'ralarning to'rasi. To'ra Sulaymon o'g'li Malikiga. Bu Cho'li Maliki degan bola Shoshning Qut iqon tomonida joylashgan usta Shirin dahasidagi Dahoning uylariga qo'nib, ostonalarga yukinib yuriy. Mirtemir domlar nazarda tutyaptilar. Shoshning boshqa daholari bilan hisoblashmay deb eshitamiz. Birgina daho bilan bordi keldi qilib yurgan kishiga Shoshning borliq qo'sh qopqali darvozalari ochila bermas. Sahroligingizni hisobga olib, 1 kechiramiz, 2 kechiramiz, 3 ga o'tar bo'lsa deb turib, G'ofur G'ulom shunday bayt yozyaptilar. G'ofur G'ulom bormoq bo'lsa, qo'ylar so'yilmoq bo'lur. Doshqozonlar osilib, o'choq o'yilmoq bo'lur. Bek bo'la kelgan kishi jinday g'irromlik qilsa, jazosi shu do'st yoronlar undan ayrilmoq bo'lur. Xatning tugar chog'i keldi, to'ralarning to'rasi, biz borguncha buzilmasdan tursin ko'ngil qalasi. Duoyi salom bilan G'ofur G'ulom. To'rakani mana Armon degan bir she'rini dastlabki qismida shunday bir satrlar bor ekan. Bobomning orzulari amalga oshmas bo'lsa, yurgan yo'limda o'lan qo'shiq qalashmas bo'lsa, qo'shiqlarim bog'lardan, tog'lardan oshmas bo'lsa, el yurt baxtini kuylash menga yarashmas bo'lsa, ko'nglimda armon yotar, cho'kib yotgan normuso. Endi katta hurmat bilan men butun Sirdaryoliklarga bir e'zozlarimizni bildirgan holda taniqli adabiyotshunos olim, taniqli katta bizni ijod ahlini doim eng katta bir tadqiqotchisi, filologiya fanlari doktori professor Ravshan aka Mahmudovni taklif qilaman. Marhamat. Aziz adabiyot muxlislari, she'riyat muxlislari, odamlar Mirtemir shogird deyishadi deb savol berdim. Shunda To'raka aytdilarki, men Mirtemirning shogirdi darajasiga ko'tarila olmadim, lekin ota bola singari qalban yaqin edik deganlar. Chunki ustozlarni juda ulug' ko'rardilar. Mirtemirga alohida bir qarardilar. To'ra Sulaymon mana shunday
o'ziga xos inson edilar. Ikkita yaxshi ko'raman, bu yaxshi yigit derdilar. Chunki To'raka bu yerda Ahmadjon aka juda ham to'g'ri aytdilar. Xohlagan kishi bilan gaplashadilar, xohlagan kishi bilan gaplashmasdilar. To'rakani alohida shaklda devi bor edi. O'sha devi bor bo'lganligi uchun ham didiga yaqin kelgan odam bilan halim bo'lardilar, kerak bo'lsa quchoqlashib ko'rishadilar. Ayrim odamlar umuman so'rashni xohlamasdilar. O'sha shaklda o'ziga xos xususiyatga ega edilar. To'ra Sulaymon haqida biz aytish mumkinki, 50 yoshlardan boshlab kitoblar yozdik, nashrlar yozdik. O'ylaymanki, men ataylab nima uchun bugun 90 yillik nishonlayotganligini ko'rsatmoqchiman. Mana Mirxojin aka, Muhammad aka To'ra Sulaymon haqida kitob qilganmiz G'afurqulov nashriyotda 5000 nusxada butun O'zbekiston bo'yicha chiqqan va bu yerda birinchi marta o'sha davlat odami asarini bu yerga kiritganmiz. Bu kitob To'ra Sulaymonning ijodi haqidagi dastlabki kitob hisoblangan. Bundan tashqari hozirgina men O'zbekiston yoshlar uyushmasiga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Butun sirdaryoliklar nomidan, To'ra Sulaymonning ijodi bilan shug'ullanganlar nomidan, chunki mana qo'limdagi bu kitob bu mukammal bo'lgan eng oxirgi Muhammad aka 5-nusxasi bu. 5-tiraj. Nega? Chunki mana qo'limdagi kitob. Birinchisi 2012-yilda To'ra Sulaymon zamondoshi xotirasi kitob chiqarganmiz. 2012-yilda. Keyin 14-yilda chiqardik. 17-yilda chiqdi, 19-yilda chiqdi. Mana ko'ryapsiz, hajmi ham kichkina. Lekin hozirgi yozuvchilar uyushmasi qilgan kitob esa bundan 2 barobar katta to'lgan va to'ldirilgan. Juda ham ajoyib. Menda Tursunboy akaning bir qancha maqollari bor. Haqiqatan ham Tursunboy Adashboyev bilan To'ra aka endi shunaqa maza qilib gaplashardilar. Soatlab gaplashardilar, dildan gaplashardilar. O'ta yaqin inson edilar. To'ra Sulaymon Guliston davlat universitetining professori edilar. Guliston davlat universitetida ishlaganlar. Bu yerda kuto'rak boshqarganlar. To'ra aka haqida To'ra Sulaymon ijodida ma'naviy, ma'rifiy tarbiya masalalari to'plamini chiqarganmiz. Mana To'ra Sulaymon haqidagi butun respublikadagi olimlarni 200 ga yaqin olimlarni To'ra Sulaymonning hayoti, ijodi, faoliyati, she'rlari, dastonlari haqidagi ilmiy maqolalar to'planib mana shunday kitob qilingan. Bu yil esa 90 yilligiga bag'ishlab ham yangi O'zbekiston bunyodkorlarini shakllantirishda To'ra Sulaymon ma'naviy merosining ta'siri mavzusida respublika anjumani o'tkazdik va anjuman materiallari 150 dan ortiq maqolalar bu yerda aks etdi. Bu yerda turkiyalik bir qancha universitetlarni rektorlari To'ra Sulaymon haqida ma'ruza qildilar va To'ra Sulaymon haqida gapirdilar va bu yerda o'sha turkiyalik olimlarni, o'zbekistonlik olimlarni To'ra Sulaymonning tilshunoslikka qo'shgan, xalq og'zaki ijodiga qo'shgan, poetik san'atlarga qo'shgan, adabiyotga qo'shgan hissasi ilmiy tadqiq qilingan va bu to'plam butun aytaylik ko'plab Turkiyaga bir guruhini berib yubordik va O'zbekistonning ko'plab joylariga tarqatildi. Chunki To'ra Sulaymonning 90 yilligi bu adabiyot bayrami, bu ma'naviyat bayrami. To'ra Sulaymon shoir, olim, ajoyib agronom, ajoyib tilshunos edilar. Shu jumladan kam gapir, kam uxla, kam yegin degan Maturidi hadislar. To'ra Sulaymon mana shunday insonlar. Kam gapirardilar, ko'p yozardilar va ko'p ish qilardilar. To'ra Sulaymonning o'ziga xos bir yaxshi jihatlaridan bittasi To'ra Sulaymonning xislatlari bor. Bu xislatlar nimalardan iborat? Birinchisi, kam ta'minlanganlarni, aytaylik o'sha yetim yesirlarni doim boshini silaganlar, hol ahvol so'rab turganlar. Juda ham ko'p kasallangan odamlarni ataylab yugurib, yelib sanatoriyga aytaylik putyovka topishga harakat qilganlar. Kasalxonaga joylashtirishga harakat qilganlar. Yollardan dori berishga harakat qilganlar. Chunki men doim Damas'da ko'p vaqt birga olib yurganman. To'ra Sulaymon mana shunday oriyatli inson edilar. O'ta oriyatli, o'ta tarbiyali, o'ta aytaylik o'sha avliyo shoir edi. Chunki men ko'p gap yozganda To'ra Sulaymon avliyo shoir edi. Chunki oldindan ko'p narsani bilar edi. Shuning uchun u kishini aytaylik madhiyasini o'zi, aytaylik O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan tanlovdan madhiyasini o'zi To'ra Sulaymon qo'yilgan juda katta haykal edi. To'ra Sulaymon qishloqda yashardilar. Toshkentga ko'p kelishga urinmadilar umuman. Toshkentga ko'p taklif qildilar, lekin To'ra Sulaymon kelishni xohlamadilar. Siz bilgan va siz bilmagan ayrim yangiliklarni aytmoqchiman. Birinchisi, To'ra Sulaymon qishloqda yashab, O'zbekiston xalq shoiri bo'lgan yagona ijodkor.
Ikkinchisi, Gul biryon, chaman biryon she'ri asosida Abdurauf Olimov ijrosidagi qo'shiq orqali minglab insonlarni sog'aytirgan. Mana Nazira qatnashyaptilar. Nazira tirik guvoh, Muhammad Yusufning turmush o'rtog'i ustozimiz G'aybulla Assalomning qizlari. G'aybulla Assalom alohida Gul biryon, chaman biryon qo'shiq orqali bir kitob yozganlar. Shu bitta she'rga qo'shib yozganlar. Kitob yozganlar. Buni o'zi ustozning sog'ayishiga To'rakani mana shu bitta qo'shig'i sabab bo'lganlar. Shuning uchun G'aybulla Assalom To'ra Sulaymon o'ta yaxshi ko'rganlar va shunaqa chiroyli qilib asarni sharhlaganlar va kitob yozganlar. Uchinchisi, Jizzax viloyati Baxmal tumani Aldoshmon qishlog'idan cho'l hisoblangan Sirdaryoga surgun qilingan emas. Shu yerda yashaganlarning ichida yagona O'zbekiston xalq shoiri. Juda ko'p xalq ko'chma bo'lgan. Chunki hamma joyda ko'chma bo'lgan. Farg'onadan boshqa joyga ko'chirishgan, boshqa Qashqadaryodan Sirdaryoga ko'chirishgan, Surxondaryoga ko'chirishgan, Navoiydan ko'chirishgan. Lekin Jizzaxdan ko'chirganlarning ichida yagona xalq shoiri To'ra Sulaymon bo'lgan. Bu ham To'ra Sulaymonning iqtidorligidan, talantida, juda katta o'sha ixlosi borligidan dalolat beradi. To'rtinchisi, ulug' dastonchi, baxshi Ergash Jumanbulbul o'g'lini ko'rmasa-da, gaplashmasa-da shoirlikka da'vo qilgan yagona shoir To'ra Sulaymon mana shunday ajoyib inson bo'lganlar va To'ra Sulaymon Ergash Jumanbulga bag'ishlab Jahonnoma asarini yozganlar va Jahonnoma asarida o'zi butun o'sha doston usulida yozilgan va yurtdagi, mamlakatdagi, qishloqdagi, tumandagi, viloyatdagi muammolarni aytaylik bir Ergash Chol nomidan, Bo'ychi nomidan turli xil obrazlar yaratish orqali ifodalay olgan. Bu ham usul, bu ham san'at, bu ham hamma qo'ldan kelavermaydi. Beshinchisi, Sirdaryo ijodkorlari ichidan Sirdaryo viloyatini jahonga mashhur qilgan yagona professor. Chunki hamma shoirga ham Guliston davlat universitetida professor bergan emas. Bitta faqat To'ra Sulaymonga Guliston davlat universiteti professori faxriy unvoni berilgan. Qishloqda yashab, maktablarda o'qituvchilik qilib, tahririyatlarda faoliyat yuritib 29 ta kitob e'lon qilgan yagona shoir hisoblanadi. 50 yoshgacha ijodi haqida ko'plab maqolalar yozilmagan, lekin umrining 22 yilida hayot darajada har kuni To'ra Sulaymon haqida maqola yozilgan yagona ijodkor hisoblanadi. Kam ta'minlangan kasallarga, yetimlarga, turmush darajasi og'irlarga doim yordam bergan va qo'llab-quvvatlab olgan shoir hisoblangan. Sirdaryo ijodkorlari ichida eng ko'p dostonlar, ertaklar yozgan shoir hisoblanadi. To'ra Sulaymonga hurmatimiz cheksiz. Shuning uchun Guliston davlat universitetida Muhammad aka, Mirhojiddin aka To'ra Sulaymon nomidagi stipendiya tashkil qilingan. Ijodkor talabalarga har yil bir marta beriladi. Bundan tashqari Guliston davlat universitetida To'ra Sulaymon o'quv xonasi faoliyat ko'rsatadi. Xonaning direktori Munavvar Pardayev shu yerda o'tiribdi. Shunaqa chiroyli qilib jihozlab qo'yilgan, ko'pchilik ko'rgan bu xonani, chunki To'ra Sulaymonning nafasi kelib turadi. O'sha o'z qo'li bilan yozgan ayrim maktublari, kitoblari, qo'lyozmalari o'sha o'quv xonasida saqlanadi. Chunki To'ra Sulaymon Guliston davlat universitetining eng yaqin insonlardan biri hisoblangan. Shu jihatdan olganda To'ra Sulaymonning ijodi, hayoti, faoliyati, u kishining qoldirgan merosi beqiyos. To'ra Sulaymon abadiyati degan 90 yillik kitob chiqardik. Muzeyni ochilishida O'zbekiston qahramoni adabiyotshunos Ibrohim G'ofur borganda men aytdim. Ibrohim aka, To'ra aka haqida yangi kitob qildik. Yaxshi kitob qildik. To'ra akaning poetik san'atlardan, o'sha klassik adabiyotdan qo'llangan Alisher Navoiy, Mashrab, Bobur, boshqa olimlar, shoirlar, mutafakkirlar qo'llagan poetik san'atlarini bir kitob qildik dedik. Nima deb nomladingiz dedilar. Men To'ra Sulaymon abadiyati deb nomladim desam, u kishi aytdilar, "Yo'q, abadiyat demang. Abduqahhor abadiyati chiqqan, yana boshqalar abadiyati chiqqan. Nomini o'zgartiring. Shunday shoir yashab o'tdi deb qo'ying. Oddiy bo'ladi. To'ra Sulaymonga xos bo'lgan nom qo'ying dedilar." Hozir Innovatsiya Ziyo nashriyotda bu kitob juda katta nusxada chiqyapti. 150 bet nusxada chiqyapti. O'ylaymanki, bu ham To'ra Sulaymonning 90 yilligiga bo'lgan juda katta bizning sovg'amiz hisoblanadi. Sirdaryo viloyati hokimligi tomonidan Jannatimsan Sirdaryo kitobi nashr qilindi. Bu kitob ham To'ra Sulaymonning she'rlaridan boshlanadi. Chunki xuddi shunday bir necha almanaxlar chiqqan. O'sha Sirdaryoning o'zidan 10 ga yaqin almanax chiqqan bo'lsa, barchasida To'ra Sulaymonning ijodi bilan she'rlari bilan boshlanadi. Buni o'zi To'ra Sulaymanga hurmatimiz, Sirdaryoliklarning hurmati, adabiyotchilarning hurmati, she'riyat muxlislari hurmati hisoblanadi. Shuning uchun hurmatli ustozlar, To'ra Sulaymon haqida gapirgan paytda zo'r gaplar juda ham ko'p. Ko'zligimdan bu jon sadaqa, bu jon nima emish, jahon sadaqa, qilmagil bu so'zga gumon sadaqa, sensiz ro'yim bo'lar
Gullar samon sadaqa, lola sendan olmish o'z olligini, barchasini o'z lafzin halolligini tan olmas seningsiz oyligini, qoshingda lol qolib jayron sadaqa. Har bir odamni o'ylantira oladi, ma'naviyatlashtirib oladi, ma'rifatlashtirib oladi. To'ra Sulaymonda bunday she'rlar yuzlab deb aytish mumkin, minglab deb aytish mumkin bo'ladi. Bunaqa misralar borki, bu misralarni xohlagancha misol keltirsa bo'la oladi. Chunki odamlarning qalbiga kira oladigan va odamlarning qalbini aytaylik zabt qiladigan insonlardan biri. Baland tog'larda qora samdon qor yotar. Kuymay qo'nmas yerlarda palang barvoz sor yotar. Yangi yilda sizlarga yangi saodat tilab, sinamizda tavoze to'la bir bahor yotar. To'ra Sulaymon o'g'li o'z vatandoshi Judoyi. To'ra Sulaymonning Judoyi degan taxallusi bo'lganlar. Buni ko'pchilik bilmaydi. Mendagi qo'lyozmalarda To'ra Sulaymon ayrim g'azallarga, ayrim she'rlarga, ayrim maqollarga Judoyi deb taxallus qo'yganlar. Demak, bu ham To'ra Sulaymonning aytaylik qaysi mazmunda Jizzaxning Baxmalidan aytaylik Sirdaryoga kelganligini va u yerda yashaganligi uchun ularga nisbatan mehr muhabbati bo'lganligi To'ra Sulaymon doimiy shaklga aldashmonga borib turgan. To'ra Sulaymonning 60 yilligi, To'ra Sulaymonning 70 yilligi aldashmondan boshlagan. Mana bu yerda guvohlar o'tirishibdi. To'ra Sulaymon shunday bo'lishidan qat'iy nazar Judoyi taxallus bilan bir qancha asarlar yozgan. To'ra Sulaymon bugun oliy o'quvchilarida magistrlik dissertatsiya yozilyapti. Bir necha doktorlik dissertatsiya yozildi va To'ra Sulaymonning ijodi, hayoti, faoliyatini o'rganish davom etadi. Tadbirning uyushtirganligi uchun men Sirdaryoliklar nomidan, Sirdaryodagi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari nomidan, Guliston davlat universitetining professor o'qituvchilari nomidan men O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga cheksiz minnatdorchilik bildiraman va sizlarning guvohlaringda viloyat hokimining so'z boshi va mening so'nggi so'zim bilan e'lon qilingan Jannatimsan Sirdaryo kitobini Mirxo'janovga sovg'atga topshirmoqchiman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Gap ko'p, men xohlagancha gapirishim mumkin. Shuning uchun men qisqa gapira qoldim. Asosiy gaplarni o'sha kitoblardan qolganini o'qib olishimiz mumkin bo'ladi. Chunki To'ra Sulaymonning haqida, ijodi haqida gap tugamaydi. Xohlagancha 4 soat, 5 soat, 6 soat, 10 soat xohlagancha gapirish mumkin, xohlagancha she'rlarni tahlil qilish mumkin bo'ladi. Chunki To'ra Sulaymonning merosi mana shunday o'lmaydigan, eskirmaydigan va gapirib tugatmaydigan manba vazifasini bajaradi. Shuning uchun To'ra Sulaymonning joylari jannatdan bo'lsin. Bu yerda farzandlari, nabiylari qatnashyapti. Ularning umri uzoq bo'lsin. Xudodan tilagan hamma yaxshi niyatimizga Xudo yetkazsin. Sog' bo'linglar. Bugun bir nechta san'atkorlarimiz ham bir tashrif buyurgan. Men hozir O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toshpo'lat Markarimovni taklif qilaman. Marhamat. Ulug' akalarimizdan, qadrdon akalarimizdan mana bemalol akam desam bo'ladi, chunki o'zi meni ukam deb bizdan borib qo'limga she'rlarni berib, mana shu yerda aytasiz deb bergan she'ri bor-da, shuning uchun haqqim bor deb o'ylayman. Endi Yulduz opa shu yerda bo'lsalar kerak, qizlari Yulduz opa. Salomatmisiz? Esingizda bo'lsa kelib, g'ilminni pishirib berdingiz bizga, g'ilmin degandik. To'ra Sulaymon aytgandiki, men uncha-muncha odamlar gaplashmayman o'zi, yoqtirmayman. Lekin nimagadir totganda shunaqa bo'g'inizor deb oxirgi paytlarda 5-6 marta uchrash nasib qildi. Bittagina she'r menga ataylab berilgan she'r qo'shib bo'lib qoldi, xudo xolasa. Bundan buyon harakat qilamiz. Yana bitta gapni aytardim. Sen bilan bizning oramizda bitta o'xshashlik bor. Nima o'xshashlik bor desam, sen qishloqdan chiqmasdan unvon olding. Men ham shu qishloqda yurib unvon olganman deb shu o'xshashliklarni hazil qilardik. Bu kech oy botmasaydi, tonglar ham otmasaydi, xo'rozlari qiy-chuv qilib elni otmasaydi. ekan dog'da qoldim. Sevgi bir gulzor ekan, nogahon unga kirib. Sevgi bir gulzor ekan, nogahon unga kirib. Tanrıbod terk etolmay, evoh qiynoqda qoldim. Tanrıbod terk
ketolmay evoh qiynoqda qoldim. G'arq etmish muhabbatning o'lishirin xayollari, g'arq etmish muhabbatning o'lishirin xayollari. Suratim bor ammo o'zim qayoqda qoldim. Suratim bor ammo o'zim qayoqda qoldim. Sevgi birla o'ynashib domiga tushmish barat. Sevgi birla o'ynashib domiga tushmish barat. Undan ko'ngil uzolmay mangu sinoqda qoldim. Undan ko'ngil uzolmay mangu sinoqda qoldim. Izhor etib ishq degan bog'da qoldim. Sevganimning sevgani bor ekan dog'da qoldim.